Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga yana navbatdagi oshxona mebellarimizni qisqacha bir chekkadan obzorini qilishni boshladik. Xo'p, videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolari, nimalar ishlatilganlarini sizlarga xudosi inshaalloh hamma yo'g'ini bir chekkadan tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu ishimiz razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 5 metr, yerdan balandligi esa 250 santimetrga chiqqan. Bu chekkalariga esa profil aynadan foydalanganmiz. Chekkalari ham polni temir profil bo'ladi. Ichlariga davr polkalari aynagidan yaxshisidan bo'ladi. Svetlari ham 3 xil xudo xolasa yonadi. Xo'p, materiallari keladigan bo'lsak, akril material, stalchistalari 4 santimetrlik qalin. Orqalari esa o'ziga moslagan holatda kafel granitlarini ham yopishtirib berganmiz do'stlar. Bu yerga esa xo'p, bu yerga duxovka, mikrovanovka, bundan tashqari esa xolodilnikka joy qilganmiz. Tepalari esa antrsol, akrillari ham qalin, yaxshisidan bo'ladi do'stlar. 1.8 qalinlikda, akrilda ham xudosi eng toza agiti degan firmaniki. Bu yerga esa gaz, bu yerga esa dimoxod. Gaz taylari ham esa tortma, taylari ham esa laminatda bo'lgan tandem rollardan qo'yib borganmiz do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar. Bir pagona metri 4 million so'mdan. Nimaga buncha qimmat deganlarga bir chekkadan qarab chiqib, men sizga qo'yilayotgan narsalarga e'tibor beraman. Profil ayni, akril agita firma, 4 cm qalin. Tepasidagilar ham esa 3-etajlar ham polni profil. Endi qarang do'stlar. Menga profil aynaga kerak emas, o'zidan qilib qo'ydi siz, yana summasi arzonlaydi. Undan tashqari mo'kalari qimmat. Stalchinsasi 4 cm, menga 2.6 bo'laveradi degan bo'lsangiz, 2.6 kelsa yana bir arzonlaydi. Mana akrilimiz eng qimmat, oxirgi model va eng sifatligi zo'ridan. Agar bunisini menga rossiyskiy laminatdan yo bo'lmasam akrildan arzonroq variantidan deydigan bo'lsangiz, arzonroq varianti ham chiqaradi do'stlar. Orqasidagi granitlarni ham o'zini rangiga moslagan holatda qimmat granitlardan yopishtirib berganmiz do'stlar. Bir pagona metri 2 million so'mdan boshlab 4 million so'mga davr bor. Uyingizga baland pastligiga qarab qo'yiladigan mexanizm materiallariga qarab bo'ladi do'stlar. Bir pagona metri 2 million so'mdan 4 million so'mgacha yo'q. Iminno uka menga mashina o'zidan deydigan bo'lsangiz, iminno mashina o'zidan 4 million so'mdan bir pagona metrini yasab beramiz. Xudo xolasa, behayr emasmiz, yana hayr ziynatiga o'tib kelishtirib dastlabkini qilib beramiz. Aytilayotgan ishimni niqasida vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalar besplatni, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beramiz do'stlar. Xohlasangiz ugoloy, xohlasangiz shkaf, xohlasangiz piroshka, xohlasangiz spangantul uyingizni qanaqa jihozi kerak bo'lsa, hamma jihozidan o'lchab, razmerlariga tayyorlab yasab beramiz. Bunimiz razmeri keladigan bo'lsa, bunisi 4 metrga, balandligi 250 cm, bu ham bu rossiyskiy egr laminatda bo'lgan. Bunimiz esa bir pagona metrini 3 million 200 ming so'mdan yasab beramiz. Undan tashqari esa bunimiz ham bo'lim balandligi 230, uzunligi 4 metr, bu chekkasiga esa xolodilnik, mo'yka va bu yerda esa sushilka. Hamma yo'g'ini xudo xolasa zo'n narsalardan qilganmiz. Ichlari ham chuqur, keng bo'ladi, oshxonalari vakuum. Bunimiz akril bir pagona metrini 2 million 400 ming so'mdan yasab beramiz. Gaz vitichkasini o'zingiz olib berasiz. Mo'yka, granit, shushulka, orqasidagi granitlarni o'zimiz yopishtirib beramiz. Hammasini ichidan mo'yka, granit, shushulkalari bor do'stlar. Xo'p, gaz vitichkalarini o'zingizlar olib bersanglar bo'ldi. Stalchinsalari 4 cm qalin, yaxshidan. Rangi o'zgarsa, pulida o'zgarish bo'lmaydi. Rangini xudo xolasa xohlagan rangingizda yasab o'rnatib beramiz. Ugoloylarimiz ham esa xohlang metriga, xohlang turishiga tayyarlari kerak deydigan bo'lsa, tayyarlari ham 1,5 million so'mdan boshlanib, iyag'i ketaveradi. Summasi xohlaganingizda bor. Joyingizga o'lchab yasash kerak desa, uni ham kelishilgan holatda dizayniga qarab yasab bera olamiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Xudo xolasa, Andijon yangi mebel markazidan birinchi qo'l joyida video qilyapmiz sizlarga do'stlar. Xudo xolasa, bemalol pastda nomerlar bor, obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Aloqaga chiqarasizlar. Pastdagi nomerlarda WhatsApp, Telegram hammasi ishlayapti. Uzoqdagi yurgan, safardagi musofir akalarimizga ham xudo xolasa, o'zingizlar bo'lmasanglar ham borib joylarga o'lchab, yasab o'rnatib ham bera olamiz. Xo'p, videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, tayyor ishlarimiz ham bor. Tayyor ishlarni ham xudo xolasa sizlarga obzorini qilib o'tamiz. Xo'p do'stlar, bular esa tayyor bozordagi standart konvert ishlarimiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, bunimiz razmeri kelsak, uzunasiga 240, balandligi 220 cm. Qarang, mo'ykasi, sushulkasi, gazi, vitichkasi va tepasidagi sveti, orqasidagi kafeli, mana shu turishi
Pagonometr metriga emas, mana shu turishi 5 million 500 ming so'm do'stlar. Endi qaranglar, menga gazi vitichkasi bor, yo qo'ymayman deganlarga esa bunisi 2 ukra, bunimiz mo'nkagina shoshilka. İçinde komplet bo'ladi do'stlar. Oshon-moshon vakuum yaxshisidan. Mana shu turishi 3 million 500 ming so'm. Ha do'stlar, to'g'ri eshityapsizlar. 3 million 500 ming so'm metr petr emas, mana shu turishiga. Tepasi servetlar 3 xil yonadi, orqalari kafe. Xohlang o'zingizga gazingizni olib qo'yib oling. Gazim kerak emas, qo'ymayman gazingizni. Mana shunday ishlasangiz ham bo'laveradi. Komplet holati 5,5 million so'm. Bunimiz razmeri keladigan bo'lsak 270, shu turishi 4 million so'm, mo'ka gran shushulkasi bor. Xohlang manaqa seriya oq, xohlang mebelli rang, xohlang mokristan desangiz mokristan, xohlagan rangingizda, soni esa umuman cheklanmagan miqdorda. Optimga bo'ladimi, magazinga bo'ladimi, xohlaganingizcha xudo xolasa inshaalloh bor. Yetkizib, o'rnatib beramiz do'stlar joylarga. O'zimiz vodiyda bo'ladigan bo'lsa, dastlabki ustunovkasini qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga arzonroq shopir gaplashib beramiz. Bunimiz esa 270, balandligi 220, shu turishi 6 million so'm. Agar yo'q, menga bu gazi vitichkasi kerak emas, mebelda o'zi mo'kagan shoshilkasi uka yetadi menga deydigan bo'lsangiz, ishni o'zi 4 million so'm do'stlar. 2 million so'm gazi vitichka plus minusi bor. Bunimiz esa menga bo'yi balandroq, menga 3 etaj, keyinini bo'yi baland uka. Hamma idishtovalarni yig'ishtirsin deganlarga bunaqa tepalari sonda bo'ladi do'stlar. Bu holatini esa 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming so'mga mashturishini xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Mo'kagan shoshilkalari ichida do'stlar 270 ga, balandligi 2,5 metr, bunimiz esa 270 ga 220. Xohlasangiz xudo xolasa ranglarning farqi yo'q. Bunimiz esa 3.40 razmer, yoniga bitta xolodilnik qo'ysangiz 4 metr joyingiz to'ladi. Bunimiz narxiga kelsak 5 million 500 ming so'm. Rangini esa farqi yo'q. Xohlang mokrisdan, xohlang mebelli rangidan, xohlang oqidan do'stlar. Rangini o'zingizga yoqqaningizga, uyingizga moslab tanlab ola olasiz. Video xudo xolasa yoqqan bo'lsa, like bosib, omora bo'lib unutmaymiz do'stlar.